Farzandinglarga Hayit bayramiga nima sovg'a qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, unda bu video sizlar uchun. Ushbu boksning ichida bolalar uchun maxsus joynamozi, o'yinchoqli tasbehi va Makka va Madinani suratlari ko'rinadigan fotoapparatchasi bor. أكون أنا مثلي تماما هذا أنا وقناعتي تكفيني ذاك Joynamozlari shunaqa akkuratni tikilgan. Matosini ushlaganinglarda bittada bilasizlar sifatliligini. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما Joynamozning razmeri eniga sal ingichkaroq, kattalarning joynamozini uzunligi bilan deyarli bir xil uzunlikda. Tasbehini munchoqlarini ham ushlaganinglarda sifatini shundoqqina bilasizlar. Idishni esa Hayit kuni bolajonlar yig'gan pullarini solib, kopelka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu sovg'ani zakaz qilmoqchi bo'lganlar hozirdan bron qilib qo'yinglar zakazinglarni, chunki bu mahsulotlar soni juda ham kam va men zakaz olishni 10-mart kuni to'xtataman. Hayitgacha videoga like bosgan obunachilarim orasidan bittasini tanlab, Hayit kuni shu sovg'ani tekinga ikkitasini sovg'a qilaman.